Buni konditsioner muammosi bilan keldi. Egasi aytadi, yoz keldi, endi konditsionerni qo'shdim deydi. Mashina sovutmadi deydi. Hozir как раз uzatib turding buni konditsionerlarni. Aniq ustidan tushdik-ana fakt bilan. Bu mashina konditsioner qo'shgan, mashina sovutmagan. Biz buni davleniya berib, tekshirib ko'rsak, mashinada utechka bor ekan. Radiatorda utechka bor ekanda. Bu hozir охлаждение radiatori, hozir konditsioner radiatorini olib bu yerda sho'lagan как раз. Buni yomatib keldi og'am hozir. Urganchga olib borib. O'zlarimiz xolasa endi Urganchda deb yurmay, o'zlarimiz yomatib ham olib kelib beramiz. Kechqurun tashab ketsa, yomatib o'zlarimiz taxlab. Yomosh ham xizmati bor, ha? Borib o'zlarimiz mashinamizda yomatib ham kelamiz-da, muammo bo'lmasligi uchun. Bu yerda utechka bor ekan, qara. Shu yerda turgan. Ichida turadi. Utechka bo'lgan. Utechkaning sababi ko'p mashinalarda ko'pchiligida mana shu yerda plastmas tegib qoladi-da. Shu turgan joyida yaqinlashib qolgandan, tegib qolgandan yer teshganda bu. Bu narsa teggan aslan. Shundan teshganda. Muammo yo'q, mashina zo'r. Buni yomattirib, taxlab hozir. Bundan boshqa yana nima ishlayapsizlar? Konditsionerni yetib? Yo'q, biz faqat konditsioner qilamiz. Bizlar avvaldan elektrik, diagnostika, programma, antiradar обновление shunday ishlardan qilamiz. Yaxshi. To'q bilan bog'liq hamma ish qilamiz. Konditsionerning gazi original gaz. Ishlab chiqaruvchi Belgiya, Euro standart asosida chiqqan. Olnoma bu yoqqa chiqargan? Chiqadi. To'g'ri o'xshaydi-a? Zapravka etilib turibdi-da bu. Bu narsa tayyor keladi shu turishunda. Biz faqat yaxshisidan solamiz, yaxshi gaz solamiz har doim. Bu xalnik motor dam berish uchun bu proverka. Bizga aytgan aparatim. Ana shu apparat yordamida konditsionerda proverka qilamiz, zapravka qilamiz. Agarda motor bir joyini ochchaq bo'lsalar, ichindagi gazni tortib olib, keyin zapravkani qilib beradi-da bu. Hamma joy kompyuterli, faqat knopkada ish bajariladi-da. Qanday mashinalarga xizmat qilamiz? Yengil mashinalarga, traktor, gruzovoy, qishloq xo'jalik texnikalaridan xizmat ko'rsatamiz-da. Iloji boricha kombayn. Bu yoqda zapravka ishlayapti. Ko'pchilik biladi. Gentra avtomobilni дополнительный ventilator qo'yiladi-da. Nima kerak bo'ladi? Unda yoz sezonda qo'yiladimi? Yoz vaqtida Lasettilarda bo'lgan, Gentrada yo'q hozircha. Дополнительный degan uchun bu дополнительный ventilator mana kichkinasi, kattasidan o'zining joyida turadi. Bu narsadan olinadi, bu o'rnatiladi, o'rnatilgandan keyin montaj qilinadi. Bu narsaning qo'yilish sababi salonda yaxshi sovutadi. Har qaysini o'zining vazifasi bormi aka? Ha, birinchi, ikkinchi skorsi bor bularda. Hammasining o'zining vazifasi bor. Ikkisi ham sovutib beradi, ha? Sovutib beradi-da bu. Ana do'stlar, hurmatli obunachilar, shu Yangi bozor tumani markazidamiz hozir, Gultojda. Akbar do'stimiz shunday konditsioner xizmatlarini yo'lga qo'yibdi. Shunday ishlar kimga kerak bo'lsa, bemalol shu Akbarbekka murojaat qilaverasizlar. Gultoj servis. Nomerlar qoldiramiz. Telefon nomeri video ostida bo'ladi, bemalol telefon bog'lansangizlar bo'ladi. Kelib turib aytib